Assalomu alaykum. Meni doimiy, balki bugun birinchi marta ko'rayotgan kuzatuvchilar, men Feruza Nazrullayevna Fazliddinova, reproduktolog, ginekolog shifokor, ya'ni bepushtlik, ketma-ket homila tushishi muammolarida yordam beruvchi mutaxassis sanalaman. Shuningdek, integrativ shifokor va Toshkentda joylashgan To'layn Fertility klinikasini asoschisi hisoblanaman. Doimiy kuzatuvchilarim bilishadi va ular ko'pincha reproduktologiyaga, shuningdek ekoga befarq bo'lmagan odamlarni tashkil etadi. Bizni kuzatishda davom eting. Birinchi marta ulangan bo'lsangiz, albatta bizga podpisatsiya qiling, chunki videolarim davomida qiziqarli reproduktologiyaga hamda ekoga oid bo'lgan ko'plab savollarga birgalikda javob topishga harakat qilamiz. Bugungi videoni biroz noodatiy tashkil etyapmiz, ya'ni bugun savolga javob emas, balki bugun xushxabar bilan sizlar bilan bo'lishaman. Va mana patsientkamizni hozir kartalarini yonimga olib o'tiribman. Patsientkamiz bizning hamyurtimiz, lekin ancha yildan beri Bangladeshda yashaydigan, bizani kuzatadigan patsientkamiz. Bemor so'zini yomon ko'raman, chunki bemor kasal degani. Patsientka so'zi menga yengilroq, yaxshiroq tuyuladi. Xasta bemor degandan ko'ra. Xo'p, keling, chiroyli higgacha homiladorlik natijasiga erishishdan oldin menga onlayn bog'langanlardagi holatlarini oldin sizlarga aytib bersam. Patsientkamiz demak 2019-yildan beri turmushda ekanlar. Turmush o'rtoqlari adashmasam hind. So'nggi paytlarda to'g'risini aytaman, offlayn konsultatsiyalarimiz ko'p. Onlayn konsultatsiyalarga deyarli vaqtim qolmayapti, lekin ba'zi bir chet elda yashaydigan hamyurtlarimiz iltimos bizani konsultatsiya qilib bering deb so'rashadi va bilamanki ularning imkoniyatligi hozirgi kunda Toshkentga kelishga, offlayn konsultatsiyaga kelishga biroz qiyinroq masala. Shuning uchun ularni rozi bo'lamiz onlayn konsultatsiyaga olishga. Lekin aslida qizlar bilib qo'yinglar, 100 ta onlayn konsultatsiya ham bitta offlayn konsultatsiyani o'rnini bosmaydi. Xo'sh, bu patsientkamizga call centerimiz yo'q, Feruzadan vaqtlari bo'lmayapti, onlayn uzoq kutib qolasiz desalar ham, mayli to'lov qilib qo'yaveraman, qachon orada vaqtlari bor desangiz, men istalgan vaqtda bog'lana olaman degan shart bilan konsultatsiyamizga yozildilar va onlayn konsultatsiya o'tkazganimizda shunaqa narsani aytdilarki, Bangladeshda 2 marta eko muolajasini boshidan o'tkazganlar, ya'ni 2 marta punksiya bo'lganlar va 4 marta embrion transfer bo'lganlar. Bangladeshda o'tkazilgan birinchi protokollarda ulardan 8 ta tuxum hujayra olingan, undan 7 tasi urug'langan va hosil bo'lgan embrionlarni 2 marta bachadon ichiga ko'chirib o'tkazishgan, ammo ikkala transfer ham muvaffaqiyatsiz bo'lgan va shunda patsientka qayta yangitdan eko muolajasini boshlaganlar va bu safar 10 ta hujayra olishgan, 10 ta embrion qolgan va ushbu 10 ta embriondan 3 tasini bachadon ichiga ko'chirib o'tkazishgan va natija bo'lmagan. Va menga murojaat qilganlarida 2 ta to'liq eko programmasidan o'tdim, 4 ta embrion transfer bo'ldim va hozir kriobankda meni 6 ta muzlatilgan embrionim bor. Qanaqa tayyorgarlik ko'rsam bo'ladi? Iltimos menga yordam bering degan murojaat bilan demak onlayn konsultatsiya oldilar va ularga ma'lum bir analizlarni topshirishni buyurdik. Ya'ni bunaqa holatlarda bemorga RIF degan diagnozni qo'ysak bo'ladi, ya'ni implantatsiyani o'xshamasligin, omadsiz implantatsiya, muvaffaqiyatsiz implantatsiya deb ham tarjima qilishimiz mumkin bu diagnozni. Va har yili ko'pchiliginglar bilasizlar, biz Yevropada tashkillashtiriladigan Yevropa embriologlari hamda reproduktologlari hamjamiyati tomonidan tashkillashtiriladigan ESHRE kongressiga boramiz va har yili aynan shu muammo haqida juda ham ko'plab alohida seksiya uyushtirilib, juda ham ko'plab tekshiruvchilar tadqiqotlarining natijalari bilan biz bilan bo'lishadi. Va har yili bunaqa holatda birinchi o'rinda nimaga e'tibor berish kerak deganimizda change lifestyle deyiladi. Ya'ni hayot tarzingizni o'zgartiring deyiladi. Sog'lom turmush tarziga o'ting deyiladi. Operatsiya qildiring, qanaqadir chuqur tekshiruv o'tkazing emas. Birinchi o'rinda maksimal sog'lom turmush tarziga o'ting deyiladi. Ya'ni vaqtida uxlash, to'g'ri ovqatlanish, doimiy harakatda bo'lish, zararli odatlardan voz kechish, stressni kamaytirish va hokazo va hokazo.
Keyingi o'rinda turadigan narsalardan bittasi bu embrionni genetik tahlil etish. Ya'ni genetik tahlil qilingan embrion bachadon ichiga ko'chirib o'tkazilsa, albattaki embrionga bog'liq bo'lgan muvaffaqiyatsizliklar deyarli yo'q qilingan bo'ladi va ekoni muvaffaqiyati 15-20% gacha ko'tariladi. Keyingi ta'sir etishi mumkin bo'lgan narsalardan bu albattaki gormonal o'zgarishlar va bachadon ichidagi bevosita bachadonga bog'liq bo'lgan o'zgarishlar. Bachadon ichini o'zida rasmlarini menga yubordilar, men ularni ko'rdim va ketma-ket homila bo'lmagandan keyin, ketma-ket bachadon ichida o'tkazilgan muolajadan keyin bachadonni ichida shamollash yo'qmikin, endometrit holati yo'qmikin degan maqsadda bu patsientimizga immunohistoximik analizdan o'tishni tavsiya etdim va ushbu analizdan o'tdilar. Natija ijobiy, ya'ni bachadon ichida shamollash aniqlanmadi. Ammo ularning qalqonsimon bezlarida muammo borligini aniqladik, maxsus check-up topshirganlaridan so'ng va detoks sistemalarida muammo borligini aniqladik. Shuningdek, ma'lum bir analizlar natijasida ularda immunologik faktorni borligi ham aniqlandi. Xo'sh, natijada nima qildik? Albattaki embrionlarni ushbu etapda genetik tekshira olmasligimizni bilib, o'zlariga ham, turmush o'rtoqlariga ham karyotip topshirishni tavsiya etdik. Ikkalovligini ham karyotipligi sog'lom keldi. Va biza lifestyle, ya'ni hayot tarzini o'zgartirdik. Qalqonsimon bezlarning holatini yaxshiladik, detoks sistemalari bilan ishladik va albattaki immunologik faktorni maksimal ravishda pasaytirishga harakat qildik. Ma'lum bir dorilarni o'zim tomonidan yozib berdim. Tayyorgarlik o'tkazganimizdan keyin patsientkamizga ana endi keyingi transferga sizga ruxsat embrionchingizni ektirsangiz bo'ladi deb 2 hafta oldin ushbu ruxsatni bergan edik. Patsientkamiz kuni kecha bizga transfer natijasi ijobiy bo'lganligi haqidagi xabarni yetkazdilar va chiroyli higacha soni bilan bizani xursand qildilar. O'ylaymizki, xursand bo'lib ketdim, endi Bangladeshda ham inshaalloh bolacham bo'ladi deb. Va albattaki 9 oyda vaqt soatida ushbu bolajonni sog' salomat patsientkamiz qo'llariga olishlariga tilak bildiramiz. Ushbu holat bilan xudo xolisa sizlar bilan ham bo'lishamiz. Agar sizda ham ketma-ket muvaffaqiyatsiz eko holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, hech ham umidsizlanmang. Juda katta tekshiruvlar natijasi shuni ko'rsatadiki, ketma-ket transfer qilinganda kumulativ xususiyatga ega, ya'ni natija bo'lish ehtimoli oshib boraveradi va 4-chi, 5-chi, 6-chi transferga bog'liq ravishda embrionlarni bachadonga birikish ehtimoli oshib boraveradi. Lekin bundan oldin etgan tayyorgarlik etapi ham juda ham muhim. Chunki ekoda ko'pincha homiladorlikni ketidan yuguramiz, ammo 9 oy homiladorlik haqida har doim ham o'ylamaymiz. Shuning uchun ekodan oldingi tayyorgarlik nafaqat bu homilador bo'lishingiz uchun, balki 9 oy homiladorlik imkon qadar yengil, oson va yakuni o'z vaqt soatida sog'lom bolachani tug'ilishi uchun harakat qilinadi. Agar sizlarga bugundagi patsientimiz tarixi qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta buni kommentariyalarda yozib qoldiring. Sizdagi bor muammo yoki tanishingizdagi bor muammo tashxis ma'lum bo'lsa va u tashxisga bog'liq ravishda homiladorlik bo'lmayotgan bo'lsa, ushbu holatni ham yozib qoldiring va patsientlarimiz ichida shunaqa holatdagi patsientlar bo'lsa, albatta ular haqida ham videorolik olib sizlar bilan bo'lishishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting, kommentariyalaringizni qoldiring, like tugmachasini bosib bizani xursand qiling.